Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-iyun haftaning chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab 4 da boshlanadi bu bozor. Kunduzi 10 gacha bozor bo'ladi. 10 dan keyin sotuvchilar yig'ishtirishni boshlaydi. 12 da bozor tugaydi. Endi bular narxi bilan tanishamiz. Shu ertalab bo'lyapti-da hozirgi vaqtlarda bozor. Xo'p, bularning narxi necha pul? Bular aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bular Lacoste HB deyiladi, materiali, Xitoy materiali. Lacoste HB deyishar ekan buni, Xitoy materiali ekan. Bular ko'ylak, yoqali ko'ylak deyiladi, zamogi bor. Xo'p, mana zamogi. Pachkaga 20 ming so'mdan, Pachkaga 20 ming so'mdan, dona 56, 58, 60 svetlari bo'ladi buni. Donaga necha pul? Donaga 25 ming so'm. Donaga 25 ming so'mdan. Ikkovi shunaqa mana. 46 dan 56 dan 60 gacha bo'ladi razmerlar. 56 dan 60 gacha razmer. Yaxshi. Hozir mana shu ikkita sveta, boshqa svetlari ham bor. Bular bambuk. Bular bambuk bular. Xo'p, bular necha? 52, 54, 56 bo'ladi. Xo'p. Bular yaqinda velikani ham chiqyapti, xudo xolasa. 58, 60, 62 bu. Ular pachkaga 13 mingdan bo'ladi ular. Ha, bular necha pul? 11 mingdan. 11 ming so'mdan hozirgi vaqtda pachka narxi bular. Donaga necha pul? Donaga 15 ming. Donaga 15 ming so'mdan ekan. Material bambuk. Bular razmeri nechtalik? Bular 3 talik. Nechi? 52, 54, 56. 52, 54, 56 razmer ekan. Yaxshi. Buchi? Bu 56, 58, 60 bo'ladi. Haligi hozir Ha, hozirgina katta razmer ekan. Bu ham shu hali bambuk tanishtirdik. Ha, o'shani kattasi. Bular pachkaga 18 ming so'm. Cho'ntagi borlar. Cho'ntagi bor, futbolka bular. Lacoste materiali. HB deyiladi buni. Donaga necha pul? Donaga 20 ming so'm. Donaga 20 ming, pachkaga 16 ming, ha? 18. 18 ming. Mana buni ham xuddi o'sha narsa. 18 ming pachkaga, donaga 20 ming so'm. Yaxshi. Mana. O'zingiz ishlab chiqarasizmi? O'zimiz ishlab chiqaramiz. Buni hayit hurmatidan to'g'risi mana yurtdoshlar pachka narxidan ham 1000 so'm tushirib qo'ydim donaga ham mana bugun. Ha. Mana 10 ming so'mdan qilib berdim shuni. 10 ming so'mdan ham sotdim to'g'risi. Mana vaqtlarda. 10 ming so'mdan desa 10 ming so'mdan ham berdim hayit hurmatidan. Bugun xudo xolasa xursandchilik bo'lsin hammamizga xudo xolasa mana. Bular ham shu. Mana 25 ming dona, shuni ham pachkaga donaga 20 ming qilib berdim shuni. Pachka narxida qilib berdim. Pachka narxida qilib berdingiz. Nimasidan xudo xolasa xursandchilik bo'lsin deb hammaga xudo xolasa xafa bo'lmay ketsin xaridorlar deb shuna qilib berdim bugun. Juda yaxshi. Telefon nomeringiz aka? 90lik 508 508 62 30 ga telefon qilaverasizlar. Bugun kelib olib ketsalar, xudo xolasa arzon olib ketasizlar bugun xudo xolasa. Bo'ldi. Hayitgacha shu narxni xudo xolasa arzon qilib beraverasiz. Hayit arafasida xudo xolasa chiroyli arzon qilib beramiz. Bo'ldi. Bo'ldi. O'sha aytgan narxlaringizdan tushib ham beraverasiz. Xudo xolasa imkon qadar tushib beramiz. Bo'ldi. Juda ma'qul. Mana pachkaga 11 ming berganmiz mana shu. Tushundik. Yaxshi. Kelaverasizlar.